Akalar Xitoydan test tamoshalkamiz kelgan. Ochib bitta sinovini o'tkazamiz. Ichida salafanlar qo'ying. Akalar mana inverter motori. Ovozi ham juda mayingina bo'lib ishlayapti. Tezliklari bor mana, skorlari. Sekinlatedigani. Mana bu sekin holatda ishlaydi mana. Ha, bu tezlashishga mana. O'zlaring ko'rib guvohi bo'linglar. Atayna sinash uchun ochib ko'rdik bittasini. Bu joyda juda ko'p. Kimga zarur bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Buni ta'riflab o'tadigan bo'lsak, bu uy sharoitida ishlatgani somsapaz akalarga, bo'lishga qiladigan akalarga 3 kilodan 16-17 kilogacha xamir tayyorlab bera oladi bemalol. Mana bu sig'imi 35 litr oladi qozonni sig'imi. Inverter motor, motorlari 2 bo'ladi. 220 elektr tokiga ishlaydi. Past tokka ham ishlaydi. Tok tanlamaydi xullas. Kimga zarur bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar akalar.